Assalomu alaykum, Maraşan Hisar sportlari aka-ukalar. Akalar, bugun 20-aprel Toshkentdamiz akalar. Mana Bravz o'g'li Prince olib keldim. Toshkentga vystavkaga. Qo'zi hali, qo'zi, da xolos bo'ylarini ikkilasini o'lchab xolos chiqaramiz. Qo'shqolar kelyapti bir boshdan. Sekin kelishyapti. Akalar, kutinglar inshaalloh. Kechqurunga video qo'yamiz. Vystavkani buni ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib, bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'zimiz hali tishi yormadi, qo'zi hali. Va xolasi birinchi o'rinda oladi inshaalloh. Beyda hozir hammasi 2 tish, 4 tish qo'zilar kam ekan. Tengqur qo'zilar emas, tish buzib qo'yibdi. 2 tishga chiqdi. Alloh bersa inshaalloh birinchi o'rinda olib ketamiz Toshkentdan. Qo'llab-quvvatlab turinglar akalar, kommentar yozib, like bosib. Toshkent sirkdamiz hozir. Toshkentdagi katta sirkdamiz. Kuzatib boringlar, video qilib chiqaramiz inshaalloh akalar. Like bosinglar. Mana Abduqodir ham sheyda. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sog' Mana sheyda. Xudo xolasa yaxshi o'rinda olib, chiroyli sovg'alarni qaytamiz inshaalloh. Bu o'zi hozir Abduqodir yetalab chiqadi deb kelgan inshaalloh. Video qilib hammasini ko'rsatib boraman akalar. Obuna bo'lib qo'yasizlar, like bosib. Sog' bo'linglar akalar.